Qulay joylashib oling. Biz videoni boshladik. Bu ikkinchi qism. Yana obunachim ikkinchi qismni chiqaring deb aytdi ekan. Bo'pti, chiqaraman dedimda. Nima qilay, chiqarishga majburman. Chiqaraman dedim. Bitta odam bo'lmasin deydi. Nima qilay endi, bitta odam bo'lishga majbur bo'ldim. Avval bitta odam bilan anaqa bitta o'zim o'ynashga majburman. Chunki ko'pchiligi anaqa qildi, nima edi? Hayır botalog'im. Hayır. İlk kishi bo'lib kelishdi hamma. Kelib kelsa nima qilibdi? Kirishey. Bag'ni qaranglar, bag'ni zo'r ya. Ishchilik qilib 3 kishi kirib ketdik. Mayli. Qaranglar, hozir bitta ideya bor menda. Bu ikkinchi qism to'g'rimi? Uchinchi qismini ham, to'rtinchi qismini ham mashta o'ramiz bolalar. O'tgan safar esinglarda bo'lsa 7 kun yashadik. 7 kundan keyin o'lib qoldim. Asab ketay, o'lib qolib, u qilib, bu qilib. Keyin yana o'ynab ko'rdim yana. O'lib anaqa 7 kun yashab o'lib qolganimdan keyin yana o'ynab ko'rdim, videoda o'chirib o'ynab ko'rdim. 60 kun yashadim. Jonchilik qiynalmasak-a, ne? Jonchilik qiynalmasak albatta. Oson emas, jonchilik qiynalmas, chunki qiynalmadim bu o'yinda anaqa qilishga. Jonchilik qiynalmadim, lekin bu o'yinda o'ynab 60 kun yashashga ko'proq ham yashardim. Zarakka o'chib qoldim. Har kuni zarakka kam bo'lardi, esinglarda bo'lsa, mana endi bu safar 33. Voy! Tezroq borib anaqa men yana ko'proq narsalar o'rgandim bu o'yin haqida. Bu birinchi olovda o'zimiz uğraşimiz kerak ekan. Asosiysi o'zimiz uğraşimiz. Bilardim. Eng kerakli narsalarni o'rgandim, короче, bolalar. Tez ishimizni qilamiz. O'zimiz bilib qilishimiz kerak ishimizni. Nima beryapti u menga? Ber. Rahmat. Nima berdi u menga, hayvonmi? Ko'rgan bo'lsangiz 29 kun yashabdi u qiz. Yaxshi, olovni kuchaytirib qo'ydim. Endi 3-level qilib qo'ydik. Endi 4-chisini ham bittada qilib yuborsa yaxshi bo'lardi. Shu anaqa kerak ekanmi? Ko'proq temir kerak bo'ladi. Ko'proq temir va benzin kerak bo'ladi. Chunki benzin anaqa olovni ko'p kuchaytirib beradi. Proton yaxshi, hozir pistolet oldiga adashmasam, mana necha bo'ldi. Bugun bolam qutqarib kelsak ham bo'laveradi, adashmasam. Bolam o'zi qayerda ekan qizig'i. Qayerda edi, bilmayman. Hozir borib ko'ramiz, qidirib xarita yasamadik hali lekin. Yana bitta patron. Demak, bu yerda anaqa sandiq bor. Bitta ko'mir kerak. Anaqa yangi adlar men edi, chatga yozolmaydigan, yozishmaydigan. Nima? Chatga yozolmaydigan yangi adlar men edi. Yana proton. Yana sniper protoni. Yamay ketdik. Ko'mir. Bizda sniper yo'q, demak ko'mir olamiz. Hoppa, bunday sakrab yuramiz endi. Sekin borib olovimizni kuchaytirib, hozir o'chib qolgan olovimiz. Nasıl bas dumalaşma ama göremedim de. Buldum ya. Oldu. Bir iki taraf geliyor. Oradan toplanan bir. Bu yana geliş geliyor. Mesela oradan kaleli mi? Kuyon tersini aleli mi? Nakip.
Maka qorrami? Bo'ldi. Birinchi kundan tegmaydi ana o maxluq bechora. Birinchi kundan tegmaydi shuning uchun bilib ishimizni qilaveramiz hech paytda. Ol. Kuchaytirdim ana o'g'lim. Hozir men ovqat to'plab kelishim kerak va Ali bolam aroq yurib ketishim kerak. Qayerda hozir 3 metr bo'ladi. 24 ta tasavvur qilasizlarmi? 24 ta. Biz komps yo'q, sekin boraveramiz. Itlarga tegmasin, tegmaymiz bu itlarga. Ko'rmay. Sekin o'ldirish boshlaymiz. Ket. Nima qamay? Xato ikkitasi mosmasdi. Ya'ni bo'ldi. Bunu koluna mı astı? Biliyorsun. Biz 2-3 günden olan kurtardıyız. Bu yani zor. Qaytaracağız ettik. Sekin ovqatlar yig'amiz. Bizga ovqat. Endi ularni xom bo'lsa yeyish ilojimiz yo'q. İlacı yok. Yiyimiz, ilacımız yok. Qani uyimiz. Qani? Amana. İyi. Oling. Keyin uyga qaytaveramiz. Tegma menga bo'r. Yana bitta bo'r turibdi. Urolmading. Ye. O'lib qoldi ana. Kakkiras menda bor edi. Ketyapman. Qoch. Undan oraga ketdi. O olmaysanmi oni? Kerak. G'alaba etdim. Bolani qutqardik. Bu degan zo'r. Keragidan ham zo'r. Daraxt ekan. Voy, qorong'i tushdi. Voy, qorin ochdi. Voy, endi nima qilamiz? Ye. Oyam oz ketadi. Bir pasda uyga keta olmadan turib oladi bu. Tez ishimizni qildik. Sağ. Yana öldümü? Atı qilyapti uni. Hozir. Yana uni bo'ri o'ldirdi asab ketib. O'lura ekan-a, bu. Men unga ha bo'pti, nima qilamiz endi bitta pistolet berib o'zidan ketib qoldi bu. Qani? Bitta emas. Chiqib ham ketdi. Voy, yana bitta o'zim qolganmi? Qoch kelyapti. Ram kelyapti, qoch. Qoch, ram kelyapti. Yana bitta o'zim qoldi. Voy. Yana bitta o'zim ovqatdan tezi ishimizni bilib qo'shimiz kerak. Xarid etsam odamlarga hali. Voy, tab olaganman. Tezroq, tez.
bitta o'zim yashab deb turdim. Qaytaraman deb tursam ham o'chib ketdi. Qani qaraydi, hozir yashashni. Yashab qo'ydim. Endi qarayapsiz. Olovga kirdim. Va qachon yorug' tushni o'lmadim. Yorug' tushadim bugun. Nedir oldu mesela? Gittim bir çubuğu oldu. Çubuğu da yaptım çubuğu çıktı. Patronla mı çıktı? Çünkü gene bir patron. Şu 2 gün koşuyoruz daha valla. 5 gün bu. Ya bir şey yaşamayız çünkü 60 gün cidden o'tamaymiz çünkü bitta o'zim ben to'g'ri onda ham bitta o'zim yashaganman. Hali 60 kun ham lekin baribir qiyin. Proton o'zimga olishni magazinga sotdim. Baribir bolalar qiyindi bitta o'zinglarga 60 kun to'g'ri yashadim men. Bitta o'zim yana ham. Iloji 3-qismni ham olamiz agar tirik qoladigan bo'lsa edi. Voy, shu o'zim qolib ketishimdan qo'yatdim-da, keta. Ishlaymiz tezroq. Dedesi kimadi? Anaqa kim bo'lsa ham. Hali quvonda tezisini oladigan ertaga kerak. Ya'ni 7-kunda. Safar esirada bo'lsa bitta bo'riga yem bo'lib o'ldim. Shu bitta ana qo'l. Shu bitta uyga qarab tursa ham rozi edim-da. Uyga qarab tursa, olovga qarab tursa deb rozi edim. Bitta o'zi meni ko'chani aylanib. Qachon yo'q tushini ham bilmayman. Temirab kelish kerak. Temirab keldimi? Yo'q. Harita bo'yicha motorga qarab ketdik. Sekin yo'lga tushamiz. Ketishimiz yo'q, yettigini ham oldim, bu yerdan ham oldim. Sekin motorga qarab boraverdik, iloji chiqib qolar balki. Yo'q, bu yerdan oldim. To'liq. Demak, benzin. Ko'mir. Temir. Yana ko'mir. Yana benzin. Temir. 2 temir. Yo'q. Ikkita yo'q, tobut ichida ishasa yo'q. Yaxshi bo'ldi. Boltam yo'qdi. Mana anaqa bergani ham yaxshi edi, nima edi? To'liq kirmadik. Bu yoqqa kirdimmikin men? Mana qarab qo'yish yo'q. Keyin chiqamiz. Mana bitta anaqa berib yuborish kerak edi. Berdik. Anaqa berish kerak menga. Mishok berish kerak. Nayza. Hamma nayza. Xohlayman. Ketdik, hozir kelamiz bu yoqqa. Mayli, ketdik. To'liqqa keyin kiramiz. Hozir kirishga vaqtimiz yo'q. Bu qanaqa joy? Ketdik. Do'stlar, hozir bunaqani tugatamiz. Videoni 2-qismini olamiz hozir. Hozir mana ertaga borarmiz. Hozir olishimiz ertaga boramiz. Hozir ertaga boramiz. Iloji yo'q, ertaga boramiz. Mana shu joydan davom etamiz. Sizlar qo'yamiz shu joyda. Tugatamiz videoni bo'ldi. Do'stlar, sabablar kemirdi. Bugun rolimizni tayyorladik. Xayr, omon bo'linglar.